Mana shu ko'rayotgan fasadlarning dizaynini, undan tashqari shu tosh dizaynlarini bor-ku, Ustraver kompaniyasini. Aynan o'zingiz qilib berar ekansiz. Shunaqa aka. Qanaqa joylardan ekonom qilib qildirayotgan odamga arzonroq tushish uchun nimalar qilib bera olasiz aka? To'g'ri aka, to'g'ri aytdingiz. Qarang, bu dizaynga bog'liq. Klassik bo'ladigan bo'lsa, detali, tiyagalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu puli ko'p bo'ladi. Usta har bitta tiyagalarga pul oladi. Agar qancha high-tech, skromniy bo'ladigan bo'lsa, uni puli kam bo'ladi. Natural interactive toshda. Keyin bizda katta loyihalarga dizayn proyekti boshqatdan ko'p chiqamiz. 2 santimetrlik yoki 3 santimetrlik tiyagalar beradi. Bu katta loyihalar uchun uzoqdan qaraganda, mana 20 metr, 30 metr uzoqdan qarasangiz, bu tiyagalar ko'rinmaydi. Bizda asosan katta obyektlarga, 12 qavat yoki 9 etajli domlarga tiyagalarni katta berib, endi qurilish firmalariga qancha ekonom qilsa, shuncha o'zini nimasi uchun, budjeti uchun yaxshi. Shunaqa individualni biz yondashib beramiz. Shunaqa binoni uzun, katta, balon pastligiga qarab dizayn qilinadi. Ba'zi binolarga unaqa mayda detallar qilish shart bo'lmaydi. Ortiqcha pul sarflab. Ortiqcha xarajat. Har bitta mayda detal tiyagalar u usta chaqlaganiga, faskasiga pul oladi. Ustraver kompaniyasini bilsanglar kerak. Aynan mana shu tosh fasad bo'yicha O'zbekistonning eng novaradin kompaniyalaridan hisoblanishadi. Aynan shuni dizaynini shu jigar qilib berishadi va bitta komanda, bitta kompaniyada ishlashadi. Siz mana shu toshli fasadlar qildirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga aloqa chiqib qolasizlar. Men bu shunchaki go'zallikni ko'rib maza qilardim deya qarang. Nodir aka, shu qarang, ko'pchilik ustani narxiga tortishadi, lekin tiyagasi, dizayni qanaqa, u narsani proyektini qayta ochib ko'rmaydi-da. Proyektini ochib ko'rib, menga qayerdan ekonom qilib berasan deb dizaynerga savol beradigan bo'lsa, ekonom qiladigan joylar ko'p. Men qimmat ekan deb zo'riston tashlab ketadi, boradi, arzon ustiga boradi-da. Lekin detali baribir bilan pul bo'ladi. Har bitta detalga pulni olinadi, proyekt ishiga. Bu tushundim. Ustani maksimum talashadi-da, tushiradi. Lekin dizaynda qaysidir detalni noto'g'ri tanlagan hisobiga baribir qimmatga aylanib ketadi. Da, detalga bog'liq. U detalni arzon qiladigan ustalar hammasi ham sifatli qilib bera olmaydi. Bunga faqat dizayn proyekti dizaynga bog'liq ekan. O'zingizga aloqaga chiqib qo'rasizlar. Zo'r narsa, zo'r ideya oldim bor-ku.